Hadi haqiqatan ham zo'r-da. 4 yildan qoldi yinami? Xotin tug'ilgan keyin o'shaning 4 olgani keldi, no shamlani qilgani. Nechinchisi? Aytmadim. Keyin assalomu alaykum. Xush kelibsizlar aka, hadiyaga. Bo'ylashkilar oka cho'ydi. Odam ajrata olmaysan. Endi mana kitobdagi odamga o'xshab ekanlar-da. Ku nimalaring bor? Kreditim bor, kontraktim bor. Voy, jimmi dedonglar. Ayt, menga nima aytsan? Mening o'g'lim bor o'zimni. Ini xafa bo'lmaysan, uka bu endi ko'chaga yangi chiqibdi, yangi boylardan o'sgan. Keksa bolasi bo'lgan. O'shanga menga sutli trafersmi, trafersini olib kelib mehmon qilay buni. Sutli travers ichishgacha. Qora choy. Qora choy ichaman. Ha, ichamiz, bor, aka, voy. Bu jinni oldu. Yana borish kerak bundan. Oka ketmadimmi? Paskudalar miyam qizdirdilar-ku, miyam so'ytaman. Voy, isib ketyapman-a, voy. Mahovat qilib olib kelarsiz, shirinlik tortdan boshqa bu narsa bormi? Voy, beri pizza qiladi, hot dog qiladi, somsa, KFC, hamma narsasi bor. Beri tabaks bor-ku, Namanganda nomer 1 bo'ladi. Tog'araga norram qilib berishadi-ku, adashmasam. Bu narsa qilib berishadi. Mana bu narsa. Voy, kelasizmi-ku? Hazır, brat, hazır. Hazırlı oshnangizni qilasiz, beri oshnangiz bormi? Maashi ashi bo'ladi-da, bu ash deyotgan sababi buni Umarxon o'zi ixtiro qilganlar. Mana tagida suti bor, sutli traktor deyiladi buni. Sindosh yig'ilishimiz qachanda? Qaramlamasiz, sindoshingiz emasmi aka? Nima o'tirib oldi sindoshimga o'xshab? Oshnaman hammasi. Kambag'allar bunaqa qilyapman aka. Boyda bana qilaymi-ku? Voy, paskudi bor yo'q, orqon Damas kelib turibdi-ku. Dastlab kerakmi yo'q? Xo'p, dastlabkiga mana uni aytishganda, bu o'zini hal qilamiz. Qani? Ha, sigaret chekish boshladingizmi? Yo'q, men chekmaman, prosta o'zim bilan ko'paytirib beraman. Tayson bo'ldingizmi-ku? Tayson emas, Bruce Lee. Suka bo'ldingiz-da. Yaxshi, men raqam bergan bo'lakanku, men 37 ni 400 ga qo'yib berasan, shamlarni yomon qilib, yo'q berib romantika qilamiz. 37 ta? Voy, ikkita xotin yosh-ku. O'ylanmagansan, o'tgan yillar ham men olib ketganman, 4lar hech kim unaqa gapirmayman. Bu yangimisan? Yo'q, eskiman. Kutayotman hadiyaga, tug'ilgan kuni bemalol o'tkazaverasizlar. Anaqa qilib qo'ydimi, Umarxon ashuna qilib qo'ydimi? Ha, ashuna qilib qo'ydilar. Qizim tug'ilgan kuni sheyda qilamiz. Keyin 2 kundan keyin men tug'ilgan kunimda qilib bersangiz. Voy, rahim keltiraverma, uka, bu oshnamga qara, u to'lada olmay qolaman mana degan. Uka mana o'tirgan. Voy, kontrakt qilding-ku, yuraq sal anab qoldi-da. Necha pul kontrakting? Yo'q, to'g'risini aytaman, aka, kontrakt qilmayman. Mana odamlar rahmini keltirib, mana uylarni yuzimdan pul beraman. Maza ekanmi? Yuvash shotki, hammasi shotki hadiyada. Yo'q, tur. Kibrlik qilma, aka. Tur yo'qol dedim. Tulay. Ha, aka. Tur yo'qol. O'zi chirinli yo'qmasdi, ammo bu rosa yo'qdi-ya. Qo'shni buni hadiya deb qo'yishdi, Namanganda nomer 1. Men bo'lyapman, bo'ldi, avtoko'rni bor-ku, sita bor. O'shani olib kelsangiz, mana ko'rib turibsiz, hadiya deb yozib qo'ygan, katta qilib. Ko'rdim. Adesh boshqa kirib ketmadi, imanni qo'shni. Bular ham pul bermay ketdi. Kontraktda boshqa bahona topaman shekilli.